Nima kutyapman degan savolingizga javob bermoqchiman. Tomoshabinlar Rayhon Ganiyevaning muxlislari har doim ulardan original shou, unutilmas taassurotlarga boy bo'lgan konsert dasturini kutishadi. Shu jihatdan men ham, chunki aynan ushbu san'atkorning konsertga bo'lgan mehrini his qilamiz. Konsertga bo'lgan mehnatini, mashaqqatini his qilib turamiz va ishonchimiz komil, konsert a'lo darajada o'tadi. Har biringizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Qanot berganingiz uchun sizlarga ta'zim qilaman. Rahmat sizlarga. Qarang, bu eshikni ko'ryapsizlarmi? Biz hamma oddiy odammiz, to'g'rimi? Любой odamda qanaqadir problema peshda bo'ladi. Qarang, bugun hamma problemalarni, xayollarni bu eshikning orqasida qoldiraylik. Bugun mazza qilib dam olaylik. Nima deysizlar? Men birinchi marta konsertga tushyapman, orzu qilganman. Umuman vaqtim to'g'ri kelmas edi. Bugun orzum amalga oshdi, благодаря singlim. Да, mana o'tgan yili oxirgi marta konsert beraman aytganlarida было жалко, что tushmadim. И вот anaqa bo'ldi, imkoniyat bo'ldi, tushyapman.
o'zgacha hissiyot. Qachonlardir bu narsani orzu qilganmiz, hozir bir sahnada qo'shiq kuylayapmiz va duet. Bu menimcha ko'pchilik orzusi bo'lsa kerak. Komil bitta narsani sezdingmi? Nimani? Rayhon qanday ko'ynaydi? Qizil ko'ylak. Endi tushundinglarmi qizil ko'ylak kim uchun? Uzun sochlar uchun. Kim uchun? Bilasanmi? Bu uzun sochlar, bu go'zallik, bu chiroy, bu ko'ylaklar hammasi aziz muxlislari uchun. Rostini aytsam, konsert berish bu oson emas. Bu haqiqiy xizmat, mehnat. Bu oson emas. Bu ko'p repetitsiyalar. Menimcha faqat men emas, hamma san'atkor kim konsert beradi, shuncha mehnat bo'ladi. Juda ham ko'p ishlash kerak. Saçını yüzlersin
o'ylaymanki, Rayhon konserti har yili o'zgacha zo'r bo'lib ketaveradi. Chunki Rayhonning muxlislari hech qachon nima deydi, hammasi sodiq deb o'ylayman. Yil o'tishi bilan sog'inch yana kuchayaveradi, hamma kelaveradi. Yil bu qancha yil o'tmasin, bu mehrni belgilaydi-da u. Misol uchun yillar o'tsa, 20 yil, 30 yil o'tsa ham o'sha mehr kuchayib ketaveradi. Men o'ylayman, muxlislar ham kengayaveradi. Sochlarım sen uchun emas, yozgan she'rlaring o'zingniki emas. Yuragida o'zi bor va men uni tanishtirishim uchun. Bilginiz uchun qoldirib yuboraman. Maqsadimizda yangashib beraman.